Bugün hürmetlik vatandaş, ikinci ayının vah geçer ona. 2022 yıl 4. ayının 25. günü. Endeki mavzamındak. Xi Jinping bu o sat munbirigi notuq sözlep en süreçlerini aşkarlap koydu. Mavzulu haber 4. ayının 21. günü Cungoğu Nazar Torbiti ilan kılındı haber mındak başladı. Xi Jinping bu o sat munbiri yığını ikranı şeklinde katnaştı. Notuq söz degende mındak görsetdi. Yakka bir taraflı imborga qilishqa, qo'lni her tarafga uzatishqa qarshi Xinhua xabarida Xi Jinping so'zlagan nutqning mazmunlarini anglatdi. Dunyo tinchligini va muqimligini o'rtaq qo'g'daymiz. Takrorlaydigan, yezib olgan, yodlab olgan so'z. Boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaymiz. Qatırıb olgan söz. Laybutni qatırıb qo'yganda qatırıb olgan söz. Başqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaymiz. Har qaysi davlatlar tanlab olgan taraqqiyot yo'li va ijtimoiy tuzumni hurmat qilamiz. Diplomatiya so'zi yoki so'rin so'zi. Dasqan ustida qiladigan so'z. So'q munosabatlar urush tafakkuridan voz kechib, yakka bir taraflamalikka qarshi turib, bu mu yeniden o'ttirib chiqqan davomliq jungo'liqlar takrorlaydigan so'z. Guruhvozlik, shaykvozlik qilmay bu jungo'liqning so'zi. Masalan, dunyo hozir guruh bilishyotidi, guruhvozlik qilyotidi, shayk tuzyotidi, shaykning ichida faoliyat qilyotidi deydi. Bu jungo'liqning yangi iborasi. Lager tutib qarşılaşmayı başçılık siyasi dedi. Hazır dünya iki lagerga bölünüp ketgani burunqideklar G'arb lageri ve Sharq lageri. Lager tutib qarşılaşmayı. Öz devletinin bexatarligini başka devletlerinin bexatarligi ustiga qo'yishga qarshi Mana bu gap yangi gap, Xitoyning og'zidan chiqayotgan yangi gap. Devletler o'tiriski ixtiloflarni, talash tartishlarni maslahatlashish, suhbat orqali hal qilishda ching turamiz. Bu 30 yildan beri shundoq deyildi, 40 yildan beri shundoq deyildi. Vaziyat keskinlashgan prezident Trump davrida shundoq deyildi. Bugun yana vaziyat keskin bosqishtirayotgan prezident Joe Biden davridami shundoq deyildi. Nimani hal qilding tinch yo'llar? Yakka imborga yurgizishga va qo'lini yiroqlarga uzatishga qarshi turamiz. Hozir qo'lini yiroqlarga uzatayotgan Amerika emas, Jungo o'zi. Masalan, mamlakat ichida bostirishda qancha chingisi va qancha jiddiylashtirsa, qo'lini uzat mamlakat sirtida ham ko'chman bo'lib kelgan yoki siyosiy faoliyatlarni shug'ullanayotgan guruhlarga zo'ravonlik ishlatishga boshladi. Mana bu qo'lni uzartish deb ataladi. Va hokazo. Bo'libmi Xi Jinping yakka imborga yurgizishga qo'lni uzoqlarga uzatish qarshi turamiz deb to'xtalganda, xalqaro organlar tahlil qilib mundaq faraz qilishdi. Tashqi dunyoning besimidan qattiq ansirashga boshlabdi. Xi Jinping tashqi dunyoning besimidan qattiq ansirashga boshlabdi. Chunki u mundaq dedi. Her qanday ayrılıp ketish, mesela Avrupa İttifaqıdan ayrılıp ketish, Amerika Qo'shma Shtatlaridan ayrılıp ketish, iqtisod munosabatlaridan ayrılıp ketish ve başka munosabatlarda ayrılıp ketish, ta'minlashni o'zi qo'yib boshlaydi. Shundaqmi ta'minlash yo'li o'zgardi, jungo tashlab etildi. Endi bu yerda bu kishi takrorlab ta'minlashni o'zi bitish. Cheksiz besim ishilishda hargiz oqmaydi. Bu herkes akmaydı dep duruptu, lekin işte başlanıp yaptı o işkincilik siyasi köydük vatandaş. Reuters agentle obzor yazıp obzordu mundaq hesapladı. Beijing G'arbning imborga tadbirlarini tadqiq qilishga boshladi. Masalan, Rossiyaning imborga qilishini tanqid qilishga boshladi. G'arbning imborga tadbirlarini tadqiq emas, tanqid qilishga boshladi.
Mesela Rossiyani embargo qilishni ham tanqid qilishga boshladi. Hamda o'zi nihoyat ehtiyotchanlik bilan Moskvaga yordam beryapti. Bu balki G'arbning Jungoni embargo qilishiga elib keldi. Bak Angliya Reuters deyapti, maxfiy yordam beryapti Moskvaga. Bugun yani tuniga muxbirlarni kutib olishganda Ukrainaning Prezident Zelenskiy Shinxuaning muxbiri savol qo'yibdi. Hozir NATO sizlarga harbiy qurol yarog' yordam beryapti. Bu yog' ustiga, o't ustiga kechiringlar. O't ustiga yog' chechish emasmi? Desa Zelenskiy nim debdi danglar, magapning ma'nisi qarab turinglar. Rossiya, ya'ni mag'lub bo'lgan Rossiya askarlari nurg'unlagan yangi tipli harbiy qurol yaroqlarni tashlab ketdi. Biz şu qurol yaroqlarni ishlatyapmiz. Gördünüz mü? Sual qo'yishni bilmagan odam mana shunda. Shinxuaning qo'ygan savoli NATO, maqsad NATO san qurol yaroq beryapti. Ukraina bu o't ustiga yog' chechish emasmi deganda Rossiyaning askarlari taslim bo'lib, nurg'un qurol yaroqlarni tashlab ketdi. Bu qurol yaroqlar Jungodan kelgan qurol yaroqlar. Oshkor demaydi hamda bu diplomatik so'rin bu. Rossiya askarlari yengildi, qochdi, tashlab ketgan nurg'unlagan qurol yaroqlarga ega bo'ldi. Gapning ma'nosi NATO beryotgani boshqa, sening bergan qurolingni Rossiya ishlatmay tashlab ketdi, men kelyapti demoqchi. Bu balki G'arbning Jungoni embargo qilishiga olib keladi. Jungo maxfiy qurol yaroq yoki maxfiy yordam beryapti Rossiyaga. Bu balki G'arbning Jungoni embargo qilishiga olib keldi. Shu vaqt 4-oyning 7-kuni Rossiyaning muavin vaziri Mikhail Mishustin Dumada hukumat xizmatidan doklad berganda mundaq ko'rsatgan edi. Növbətdə Rusiya qartlığa embargo türləri 6000 xildən eşib ketdi. G'arb dünyası mislsiz dərəcədə embargo qılğanlıqdan Rusiya dəl hazır 30 ildən beri ki ən qiyin davrga kirib keldi. 30 ildən məsələn Rusiya parçalanğan davrdan keyin ki ən qiyin davrga kirib keldi. Jungo Pella Akademisi Bölümler Komiteti'den Yongbing ve sabık Mao Banka Başlığı Wang Yongli agahlandırıp mındaq dedi. Jungo dairleri Amerika'nın embargo qilishga uchragan ama nayt zor derecede chet elga selingan mablag' Jungo'ning mablag'i tozalashga uchraydi dedi. Tianjin guruhidagilar mundaq dedi. Tianjin shu maqola guruhlari bilan birlashib maqola yozuvchilar guruhi. Tianjin guruhidagilar mundaq hisobladi. Xi Jinping Tayvanga yoki boshqa bir davlatga tajovuz qilishga buyruq beradiganlar bo'lsa, Amerika va Yevropaning embargo qilishiga duch keladi. Xalqaro sud ayblaydi. İqtisodiy embargo qilishga uchraganda navbatga 1 trillion 68 milliard dollarlik davlat zoyimini Amerika Moliya Ministrligi to'g'ritdi. Hem Amerikada zapas saqlayotgan oltin, ya Jungoning oltini darhol to'g'ritiladi. Bugun kelishlarimiz hurmatli vatandoshlar, bugun vaziyat va muhokama yo'q.